Assalomu alaykum azizlar. Mana marketing mana shuni boshidan o'rganishga harakat qiling. Yana bitta odam chaqirsangiz mana shu yelkangizga qo'yiladi va birinchi ishni boshlagan bo'lasiz. Keyinchalik mana ikkinchi qo'lingiz bo'ladi. Ikkinchi qo'lingizga odam qo'ysangiz sizga $150 balansingizda ko'rinadi. Uni ichib olasiz. Undan keyin yana navbat keladi, siz chaqirasiz. Uchinchi odamni chaqirganingizda sizga yana $150 balansingizga tushadi. Ana $300 tushdi. Undan keyin yana siz odam chaqiryapsiz. To'rtinchi odam keladi. To'rtinchi odam kelgandan keyin sizga yana balansingizga $150 tushdi. Jami $450 bo'ldi. Qarang, jami $450 sizning balansingizda ko'rinadi, bemalol yechib olasiz. Undan keyin sizga mana 5-odamda ham chaqirganingizda sizga Renvisni stol, yana keyingi $150lik stol ochib beradi kompaniya. Siz yana odam chaqira boshlaysiz. $150likda yana $450 topasiz. Birinchi ish boshlashingiz mana shunday boshlanadi. Qanday tushundingiz? Boshlanishni o'rganishdik.